Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 9-iyul. Mollarni tanishtirmoqchi edik bugun. Yaxshi. Qani? Bir bo'lmasa boshladik. Bir Bu chekada. molimiz 1 yil oldin 12-iyul kuni kelgan. Targ'il 12 million 400 ga olingan bu kelganda. Aha. Bu molimiz 21 millionga olingan. Bu fevralda kelgan. Bu yil. Aha. Bu Angusimiz 24 million 200 mingga olingan. Bu asli martda kelgan. Angusimiz. Mono bilan teng kelgan. Greenfortimiz 23 millionga olingan. Hozir yuvosh. Bu 23 millionga olingan. Mayda alikolar bor. Yaxshi o'zgaribdi Greenfortis. Balki bu yuvosh narsa. Rosa veskoshenga paytda hozir. Mana alikolarimiz. Mesela qonun so'ygan. Hop. Bu 22 million 800 mingga olingan. Namanganda. Martdagi olingan bu. Ha. Martda boshida olingan. Hop, semental. Unday oldi. 21 sentyabr olingan. 2025-yil. Hop, 19 millionga olingan. Kichkina paytida olib kelganmiz. Go'zaydi ekanda. Go'zaydi. Hop, ikkalasi. Mana mo'lar teng kelgan Greenford bilan. Mana. Hop, bu fevralda kelgan. 12 million 700 ming kelgan bu. Bu qora. O mayli. Semental ham bor, kichkinasidan. Sotishgan bu. Ha, sotishgan bu. Hop, tozasi emas. Sotishgan. Xullas, bu molimiz 13,5 millionga kelgan. Alikol bilan bir xil kelgan vaqti. Martda kelgan. Martda boshida kelgan. Martda boshida kelgan. Yaxshi, bo'ylari o'siblar. Ancha. Hamma molimiz yaxshi qaralyapti. Xo'sh. Bu molimizni kelsak, bu molimiz 15-may kuni olingan. 11 million 800 mingga olingan. Mayda ikkita qo'yimiz ham bor. Bu 2 million 800 mingga olingan edi bu qo'y. Bu qo'y 3,5 millionga olingan edi. Bu o'tib ketdi bundan. Mollarga yem berish jarayonini ham tushuntirib olasizmi? Ha. Qanday yem beriladi ularga? Ularga hozir biz senash kepay beryapmiz. Senash kepay. Bo'ldi, boshqasi. Endi kattagacha yo'q, ikkinchi turgan. Kattaga bu yemdan beramiz. Oqshom oldi yemidan, ha? Oqshom oldi yemidan 600 gadan beramiz. 600 ga yarim kilodan bo'lsa 3 kilo. Ertalab 3 kilo kechipay. Ha, işte. Birinchi sotiladigani mashina ekanda, endi bularchida. Mash birinchi ketadi. Keyin bu ketadi. Anaqa. Endi mana oxirlarini ham tushuntirib yuboring, oxirlari suv oxirlari. Xo'sh, suv oxirlariga kelsak, biz mana qo'yganmiz qiynalmasligi uchun. Men bitta ochib qo'ysak bo'ldi. Qochinchi? Suv qancha suv mol qancha ichishini biz bilmaymiz. Qaysi paytda ichishdi. Mana ochsak suv tushadi mayda. Suv to'ladi. Mol ichadi mana shuni. Ikki pakardan suv ichamiz, atalab quyib beramiz. Atalam ichadi. Mollar. Xohlagan payti turib suvini ichishaveradi. Ha, xohlagan payti. Pastda ovqatini yeyishaveradi. Ha. Zo'r aka. Suv toshishdan qutulibsiz-da. Ha. Suv toshishdan qutuldik. Chugullariga bir dori qilib olasiz kerak endi. Ha, dori qildik. Yaxshi katta bo'layapti. Katta bo'ladigan mollar. Hammasi 1 tonna, 2 tonna olib ketadigan mollar. Xo'sh, bu molimizni kelsak, bu molni sotmoqchimiz. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Yaxshi mol.
Mal koymayamiz. 2 tane onu koymayamiz. Narxi 35 milyon. Kami bor. Vodiy bo'ylab dastavka bor. Telefon qilaverasizlar. Hop. Bunaqa molni yana topib bering desangiz topib beraveramiz. Dastavka bor. Like va obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat. Like bosgan odamni uyida mana shunaqa bolalardan 20 tadan bo'lsa. Eng kami. Bola qaraydi mana shu bolalarga bitta o'zi.